Bilasizlarmi hozir qayerdamiz biz? Nestvanning 48-etaji, balki Toshkentning eng yuqori cho'qqisida turibmiz. Sizlar bilan biz tayyorgarlik ko'rayotgan narsa bu Dubayda o'tkazilayotgan Prop Crypto Trading bo'yicha turnir WSCT ga yo'lga chiqyapmiz. Men bu turnir haqida hamma yoqda aytdim. Instagramda ham aytdim, YouTube'da ham aytdim, Telegramda ham aytdim, shartlarini ham tushuntirdim. Buni masshtabi haqida gapirdim. Bu tarixda birinchi marta o'tkazilayotgan, Dubayda forumni ichida ketayotgan turnir va mana shu turnirda men finalist bo'ldim. Tasavvur qilyapsizlarmi? 5 oy oldin men uyda yotib, kravatda, depressiyada, umuman hech narsaga qiziqish bo'lmagan holatda hozir Osiyo chempioni, 18 yil tajribasi bor treyderlar bilan birinchi o'rinni talashgani ketyapman. Asli meni maqsadim birinchi o'rin emas. Meni maqsadim kim yutsa, mana shu o'zbek do'ppisini boshiga kiygizib, O'zbekiston nomidan borib qatnashib, o'shalarning bayrog'ini orasida bizni bayrog'ini ham ko'rsatib, yaxshi nom qoldirib qaytib kelish. Agar endi o'zim yutsam, o'zim kiyib kelaman, nicho razmerim o'zimniki. Xullas, qo'llab-quvvatlab turinglar. Вообще nima video bu bo'ladi, men hali tasavvurim ham yo'q, lekin siz ko'rishingizga arziydi. Bunaqasi har kun bo'lmaydi, har hafta, har yil ham bo'lmaydi. Bag'i Xudodan, Xudoga tavakkal, to'xtash yo'q, faqat oxirigacha qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman. Kuzatinglar. Yo'lga chiqishdan oldin pray time. Kechki Toshkent. Kechasi yo'lga chiqishda bitta yaxshi tarafi bor ekan. Yo'l pustoy, probka bo'lmaydi, xohlagancha, xohlagan vaqtda chiqib ketaverasiz. Страховка olib, qani meni mashinam. Ha, ana. Hoppa. Aeroportga yuramiz, международный. Bir kayfiyat beradigan muzika qo'ying-chi. Qanaqa? Bilmadim, bir moshni kayfiyat bersin. Zaryad. O'zingizga yoqqanini qo'ying. Menga yoqqan, sizga yoqmaydi. Yoqadi, yoqadi. Qo'yavering. Любойni qo'ying, o'zingizga yoqqanini. O. Kim edi bu, G'aybullami? Ha, bo'ldi. Nima oti? Ha, bo'ldi. Yangi chiqdi. Ha. Janjal shuncha tuhmat, hayronman qattan obodda, yondiryapti, kuydiryapti, yo o'zicha. Qora choymi ko'p? Ha, qora. Baxtli odamlarni ko'rsataman. Заканчивается посадка самолета пассажиров рейса 7741 авиакомпании «Дом». Zo'ra qariganda, hamma ishlar bitgan, hamma yo'q bo'lgan. Bolalaringiz jo'natib yuborsa, borib aylanib kelsangiz. Bilmadim, lekin men nimagadir farzandlar emas, o'zimda bo'lsa deyman. Shu qaringanimda ham. O'zim xohlagancha, xohlagan joyimga borib, svobodno yashasam. Bolalarim bersa, berdi. Yaxshi zapas, bermasa, o'zimda bor. Ana videolar chiqadi-yu. Aeroport soat kechki 3. Sen uchib ketyapsan. Vibe. Hech qanaqa vibe yo'q. Uyqu kelgan, ko'ngil aynigan. Bilmadim, balki sherigim bo'lganda 100% qizig'roq bo'lardi. Men nechida uchaman, o'zi nima qilib o'tiribman men yerda?
qaranglar endi yetib kelib oldik Dubayga mana. Ertalab sahar 7da. Turnir ertaga. Mani vaqtim bor. Faqat hozir uchrashuv. Uyqum kelyapti xolos. Mani hech nima qilgim kelmayapti. Bagajim qayerdan chiqadi mani? Bunisimi? Hozir mani kutib olishga kelishdi. O'sha forumning tashkilotchilari. Kerak emas, shart emas, desam, yo'q, kutib olamiz deb qo'ymadi. Xullas, hozir menga yozishdi. Ertagalik bo'ladigan turnirga hozirdan уже borish kerak ekan. Tayyorgarlik, ko'rish, nima bo'ladi, haligi moslashish uchun qonun qoidalarini o'rganish kerak. Tayyorgarlik uchun. Men hali ham uxlaganim yo'q, xayol hali ham joyida emas. Yana qaysi davlatni siz taqdim qilasiz deb qo'yapti menga. Battar meni vahima qildirib. O'zbekiston dedim. O'zbekistonni endi men nima deydi? Представлять qilyapman. Ertaga turnir. Blin. Bir hafta oldin kelsam bo'lar ekan. Soat 6:50. Hop, qoidalarni jo'natib yuborgan. 8:30da оборудование настройка qilinadi. 10:30da уже ochilishi bo'ladi turnirni. Tanishuv treyderlar bilan. 10:50da anons zritellar chaqiriladi уже. 11da start WCT, 11:30da Nari Grigoryan keladi treyder. Bileti. Menda уже 3 ta bilet bo'lib ketdi. Organizatsiya seriozno qaranglar mana. VIP. Ular bilan уже tanishib chiqdim. Mana undan boshqa joy ishlatish mumkin emas. Tiger Trade, Trading View, Coin Glass va hokazolar ishlatish mumkin. Startoviy depozit 50 ming. Торговля Valbida plecho 5 gacha. Birinchi pozitsiya $10 ming bilan ochiladi va hokazo. Merch jo'natib yuborgan. Turnirda kiyiladigan ustuvosh. Blin, katta-yu. WSCT No Trade No Story. Ko'ylak kiyib oldim. Ustidan. Tak, festival arena uzoq emas. Mendan bir 15 minutlik yo'l. Endi biz ham bir krutoy bo'lib boraylik. Lyuks bo'lmasam, nima dedilaring? Bu qancha bo'ladi bu? 500 mingga 15 minutlik yo'lga. Заслужили, как говорится. O, qanaqa mashina keladi. Jo'natoriylar Rolls-Royce. Rolls. Nima? Bo'ldi. Nimadir qolib ketgandek bo'lyapti faqat. Soat endi 8:30 bo'ldi. To'palang. Men choy ichmayman. Hi. Hello. Men choy ichmayman chunki och qoringa kalla ko'proq ishlaydi menda. Shokolad yeb oldim bo'ladi. Glyukoza miya yaxshi ishlaydi. Уже boshlanibdi. Video tashishyapti. Voy, blin, arena ekan-u. Afigit, hozir men sizlarga ko'rsataman. Bu целый xuddi oktagon liga-ku bu. Yo, xudo. Shunday kirib silib qo'raman-da. Ahmoqlik. Admin qilaman desam, kimdir yiqilib tushdi orqamga. Oldida odam bordi, bormadim. O'zini odami bor. Kafillarning yomon ishlarida deyapti. Endi yiqilib tushganda odam hamma narsada uradi. Tezda kafillar almashtiringlar. Ertalab 7:30da keladigan odam telefon qilib, foydasi yo'q ekan, 8da borishdi, 9da boramiz dedi. Bo'pti dedim. Ana bu videosini qarasam, o'sha hamma o'sha yerda. Today championship traders. Today? Yes, traders championship in arena.
And I am the finalist. Really? Yes, Wow. I'm in final today. And Ah. 8 people, 8 traders will be fight for the first place. Okay. Wow. I hope I will Yeah. win, Inshallah. inshallah. Welcome to Blockchain Live. Prepare your Platinum List tickets for scanning. Please prepare your Hello. Thank you very much. Have a nice day. Badges on the right. Hi. Can I go? Scanned. Are you ready for To the Moon? Of course. Access granted. Always ready. Okay. I will also give you the bracelet. So please always put on this bracelet. Do not cut it. Keep it intact in the following days. You always need this one. Okay, okay. Reально arena qo'rqityapti bor-ku mani. Bu tarafda sendvichlar, bir narsalar yeyman desangiz, burgerlar. Bu tarafda svejiy soklar. 0.5 bitcoinga sotiladi deb qo'yibdi mana mashinani. Vход. И Ой, наконец-то kirdim. Вау. Вау. О. Atmosferani qaranglar. Vau. Shuni kirishingiz bilan уже o'zgarib ketasiz, boshqa dunyoga kirgandek. Menimcha bular bilib ham qiladi shuni. Xuddi уже realniy mirdan virtualniy mirga o'tgandek. Voy, mana buni qaranglar. Mana chempionat bo'ladigan arena. Офигеть. Bu контрольная зона, походу. Мы контрольная. С той стороны все самое лучшее. Серьезно? С той стороны? Это техничка самая. Это контрольная зона? Да, там вот все там, шоу там. Прикол. Вы видели, какой размах? Ну, масштаб сразу заметен. Сумасшедший, да. Bu просто texnik ekan, kontrol qilib turadigan joy. U tarafda dedi hammasi. Yeba! UFC mi bu? Привет. Здравствуйте, Тимур. Как вы? Приятно вас видеть здесь. Это бог маркетинга. Взаимно. Бог маркетинга в криптоиндустрии. Круто. Даю, Очень и круто. не только, и не только. Тоже с Молдавии? Ты с Молдавии? Нет, я из Узбекистана. Понял. Я говорю, акцент похожий, я подумал, что может быть. Нет, да. Как-то похож. Что-то есть. Мы оба евреи, может поэтому. Понял. Я знаю одну прикольную узбекскую песню. Но я забыл уже ее. Какой-то рэпер, который поет на узбекском и на русском одновременно. Я потом вспомню, я тебе ее Хорошо, пропою. давай. Я думаю, ты знаешь. Мне сказали, что это... Я уже догадываюсь. Хамаха пришел. Где Хамаха? Ебать. Видите Хамаху? Вот Муслим. Bu Osiyo чемпионы. Муслим. Привет. Привет. Привет, как дела? Нормально. Ты представитель? Я представитель хэш-хэджа. Прикольно. Я вот только... совместно с Фауби, хэш-хэдж. 8 трейдеров, 8 финалистов. Привет, Ярик, я тебя знаю. Да? Да, я всех участников тут Муслима знаю, тебя знаю и Хамаху знаю еще. Круто. Да, других Ты еще. тоже участвуешь? Да, вот мое место. О, прикольно. Да. Давай. Будем драться до последней капли крови. Да. А ты понял, это в самом центре В блокчейна. самом центре блокчейна? Офигеть. Короче, здесь, как всегда, будет максимально все забито. Bu Yarik Trade Moldaviyadan. Hashqach nimalarning oti nima edi? Qani u bola? Savol o. Nikita. Тимур. Я волнуюсь, что мне делать? Идем сядем, посмотрим. Хорошо.
Приветствую. Так, ты помнишь правила? Правила? Да. Именно активной платформой можно пользоваться. Да. Что, братан, что у тебя здесь? Телефон свой не могу. А, что? У меня нормально. В первую Настраивал. очередь будет настраивать темную тему. Потому что Не, у меня своя есть, сейчас покажу. потому что с белой невозможно Старая. работать. Списывать нельзя? Списывать нельзя? Сегодня нельзя. Коп- Интернет выходить тоже. Копи-трейдинг же можно. Joylashyapman. Зарядка. Powerbank. Rosa kerak bo'ladi. Тимур, ты идешь хавать? А? Идешь кушать? Кушать? На перерыве или сейчас? Нет, сейчас. Нет, 10:30 сейчас. начало. Нет, я не буду. Быстренько что-то закинуть. Я волнуюсь, я не хочу. Короче, смотри, надо освободить сцену, вас будут вызывать, поэтому можешь пойти погулять. Хорошо, я пойду погуляю тогда. Хорошо. Можно я вот это посниму? Браслет. Ага. Можно поучаствовать в рафл за 10 баксов. Мы разыгрываем Sony PlayStation и телефон. Розыгрыш 12,4. Хорошо, я буду. Что, приходи. Хорошо, спасибо. Чем занимаешься? Я сегодня участвую на турнире здесь. Ты торгуешь? Да. Ты выиграл, Да, ты да, один финал. из трейдеров, Да. финал прошел? Да. Блин, расскажи, что, как, Вообще сколько наторговал, прикольно. пипец. А Я сколько вот это стоило? находился в топ-15, а потом, когда вот в октябре биткоин упал, Вы же прошли вот это 10 октября все, да? не все. Не все Вот прошли. я тот, кто выжил там. Пипец, дай пятюню, вообще красава. Да, прикольно. Друзья, ну что, всем привет, давайте немножко пошумим друг другу, у нас сегодня будет очень интересный ивент, полная импровизация, мы здесь, я думаю, что сейчас будем собирать все больше и больше народу, поэтому сегодня работаем офлайн, сегодня работаем, соответственно, на трансляцию, и крайне интересное событие, такого в очередной раз не делал никто, у нас сегодня стартует World Series of Crypto Trading, финал. Следующий человек, у которого 6 лет опыта, дейтрейдинг, свинг-трейдинг, винрейт 70%, зовут его Тимур Хасанов. Тимур, вы где, вы кто? О, Тимур, привет, привет, дайте микрофон, рад тебя видеть. Микрофон держи. Да, слушай, скажи сразу вопрос, ты сегодня участвуешь в турнире за максимальную прибыль или за самую быструю ликвидацию? Вообще моя цель вообще не слить сегодня. Это главное. Да, это главное, не слить для меня сегодня самая главная цель, потому что финал уже для меня победа. Находиться среди таких трейдеров, как Хамаха, Ярик, там, Муслим, это уже для меня. Откуда ты прилетел? Из Узбекистана. Из Узбекистана. Вау, у нас вообще на самом деле... Дайте, это заслуживает аплодисментов, полноценные интернациональные... Слушай, подожди, пару слов. Пару слов Тимур, насчет турнира. про твою стратегию. Про мою стратегию. Не, моя стратегия — это дисциплина, это просто не поддаваться эмоциям, держать себя в руках. И мне кажется, вот это самое главное. Слушай, а как думаешь, можно, короче, просто не открывать ни одной сделки и победить? Чисто теоретически можно, если это нормальная остальные рабочая стратегия.